har qanday duo to'silgan bo'ladi. To Muhammad alayhisalomga salovat aytilmagunicha va u zotning oilasiga. Duoyimiz ijobat bo'lishi uchun payg'ambar alayhisalomga salovat aytamiz, u zotning ahli baytiga. Va sallallohu ta'ala ala xayri xalqihi Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajmain. Bu dunyoda nima yaxshilikka erishgan bo'lsa, qanaqa bir yaxshi natijaga yetgan bo'lsa, uni aslida rostgo'ylik yotadi, sodiqlik. Va inson qaysi narsaga intilib, harakat qilib, niyat qilib, orzu qilib kirishib yeta olmagan bo'lsa, yeta olmasligini asli tagida mana shu sodiq emasligi turadi. Agar shu so'zni, shu ma'noni yaxshilab o'ylab ko'rsangiz, qarang, hayotda nimaga erishdingiz? Qanaqa bir yaxshi bir natija bor qo'lingizda? Hunar bormi? Ilm bormi? 3-4 chaqa bormi? Jamiyatda bir hurmat, obro' bormi? Ki sizda bor narsa u sizga yoqadi. Yaxshilab surishtirib qarasangiz, mana shuni orqasida siz sodiq bo'lgansiz. Darsning xulosasi shu. Biron bir yaxshilikka erishmoqchimisiz? Sodiq bo'ling. Rostgo'y bo'ling. Agar sizlardan birortangiz suv ichsa, bas idish ichiga nafas olmasin. Men odatda endi yosh bolalar xuddi shunaqa suv ichadi. Nafas yetmay qoladi, suv ishyapti, og'zidan olmasdan ichiga nafas oladi. Chunki hech kim qaytarmagan bu narsani. Agar shu narsani zararligi tushuntirilsa, ota-ona e'tibor qilsa, shu odatini yo'qotadi. Biz o'zimiz-chi, o'zimiz qanaqa ichamiz? Bir chanqaganda bilasan, ko'tarasiz, tugaguncha. Yana tikka turib ichayotgan bo'ladi ular. Tikka turib ichayotgan bo'ladi. Imom Termiziyning rivoyatida shunday hadis bor. Abu Hurayra roziyallohu anhudan Rasululloh aytadilar: "La yashrabanna ahadun minkum qo'iman, faman nasiya falyastaqi." Tikka turib suv ichmanglar. Kim esdan chiqarib ichib qo'ygan bo'lsa, qayt qilib chiqarib olsin. Tikka turib suv ichmanglar. Kim esdan chiqarib tikka turib ichib qo'ygan bo'lsa, qayt qilib chiqarib olsin. Odam bolasiga shikoyat qilma birodar, chunki kim bo'lishidan qat'iy nazar, ro'parangda turgan odam, u ham odam. Senga foyda ham, zarar ham keltira olmaydi. Chunki foyda, zarar keltirish Alloh taoloning qo'lida. Ro'parangizda turgan odamga shikoyat qildingiz. Do'stingiz bo'lsa, uni siqilib qayg'urishiga sabab bo'ldingiz. Hech narsa o'zgarmadi. Agar dushmaningizga shikoyat qilgan bo'lsangiz-chi, bilmaysiz, shikoyat qildingiz, dushmaningiz, u aybingizni ko'chaga olib chiqadi. Mana shunday bir qiyin holatda qalbida xushusi bor mo'min soatlab Alloh bilan birga qoladi. Zikrda, duoda bo'ladi.